Salom va xush kelibsiz. Bugun tushda erini ko'rish nimani anglatishi haqida batafsil gaplashamiz. Tushda erini ko'rish ko'pincha oilaviy munosabatlar, ichki hissiyotlar, ishonch, xavfsizlik va kelajak bilan bog'liq ramz hisoblanadi. Bu tushning ma'nosi erning tushdagi holati, kayfiyati va siz bilan bo'lgan munosabatiga qarab o'zgaradi. Agar tushda eringizni xursand va yaxshi holatda ko'rsangiz, bu oilada tinchlik, barqarorlik va yaxshi yangiliklar bo'lishiga ishora qiladi. Bunday tush ko'pincha qalbingizdagi ishonch va oilaviy osoyishtalikni aks ettiradi. Agar eringiz siz bilan suhbatlashayotgan bo'lsa, bu yaqin kunlarda muhim mavzu yoki qaror yuzaga kelishini anglatishi mumkin. Ibn Sirin ta'birlariga ko'ra, tushda erni ko'rish ayolning oilaviy hayoti va ruhiy holati bilan bog'liq bo'ladi. Agar er tushda kulib tursa, bu risk va xotirjamlik belgisi deb qaraladi. Agar jiddiy yoki sukutda bo'lsa, bu ayolning ichki xavotirlari yoki e'tibor talab qiladigan masalalarni bildirishi mumkin. Agar tushda eringiz uzoqdan ko'rinsa, bu sog'inch yoki ichki bog'liqlik hissini anglatadi. Ba'zan bu tush er-xotin orasidagi tushunishni mustahkamlash zarurligini bildiradi. Agar er uyga kirib kelayotgan bo'lsa, bu ko'pincha xushxabar, baraka yoki oilaga kiradigan quvonch belgisi sifatida talqin qilinadi. Tushda eringiz sizga sovg'a bersa, bu mehr, e'tibor yoki kutilmagan yaxshi voqealarga ishora qiladi. Agar birga ovqatlanayotgan bo'lsangiz, bu oilada birlik va kelishuv kuchayishini bildiradi. Agar tushda eringiz xafa yoki bezovta ko'rinsa, bu real hayotdagi ichki charchoq yoki e'tibor talab qiladigan mavzularni anglatishi mumkin. Ba'zan bunday tushlar insonning o'z ichki qo'rquvlarini aks ettiradi, ya'ni tush har doim ham salbiy voqea belgisi bo'lmaydi. Agar eringizni yoshroq holatda ko'rsangiz, bu eski xotiralar, o'tgan davrga bog'liqlik yoki oiladagi iliq tuygularni bildiradi. Agar er kasal holatda ko'rinsa, bu ehtiyotkorlik va sog'liq masalalariga e'tibor qaratish kerakligini anglatishi mumkin. Tushda er bilan birga yo'l yurish umumiy maqsadlar va kelajak rejalariga ishora qiladi. Agar yo'l ravon bo'lsa, ishlar yaxshi kechadi. Agar yo'l notekis bo'lsa, ba'zi sinovlar bo'lishi mumkin. Ba'zi ta'birlarda tushda erni ko'rish ayol uchun himoya va tayanch ramzi hisoblanadi. Chunki ong ostida er obrazi ko'pincha xavfsizlik hissi bilan bog'lanadi. Xulosa qilib aytganda, tushda erni ko'rish ko'pincha oilaviy holat, hissiy bog'liqlik va ichki kechinmalar bilan bog'liq bo'ladi. Tushning to'liq ma'nosi erning holati, gaplari va tushdagi umumiy muhitga qarab aniqlanadi.